Aparatni udar kerakmi? Bu videoni ko'rib bitta like bosib qo'yinglar aparatchi akalarimiz. Men sizlarga 100% tayyor sotiladigan aparat olib qo'ydim. Albatta videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana shu aparatni obzor qilib sizlarga ma'lumotlarini beramiz. Videoni oxirida narxini aytamiz, albatta sizlar uchun foydali bo'ladi. Bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa foydali videolarni sizlarga ulashib boramiz. Bu videoni albatta aparatchi akalarimizga ham tarqatib qo'yinglar. Mana shu bir komplet 100% tayyor aparat sotiladi. Qaranglar, stoykalarigacha ikkitala distansiyon mikrofon, kabellarni qaranglar. Mana chamadonning ichi to'la kabel, hamma narsasi ichida sotiladi. Obzor qilamiz. Albatta birinchi o'rinda pultdan boshlaymiz, ya'ni mikserdan boshlaymiz. Dynacord PowerMate 3-versiya 16 taligi aktivnisi. Ichida usilitel bor. Buni usiliteli monitorlarga ishlaydi. Xo'p, bu pultni bilgan biladi, o'zi yaxshi pult, bizani mavsumiy to'ylarda yaxshi xizmat qilayotgan pult. Bu yerda bu crossover bor, DBX 234 XL 3 polosali stereo crossover, ya'ni bu nizki sredini ajratish uchun qilingan, aparatga hamma ishlar qilib qo'yilgan. Kanislarimizga keladigan bo'lsa, sredini kanislarimiz uchun, ya'ni ham bu ikkita dvaynik kanislarimiz uchun Electrovoz E8300 kanis o'rnatilgan. Nizalarimiz uchun ham xuddi shu modeldan o'rnatilgan. Nizalarimizda hozir dinamiklar haqida ma'lumot beraman. Va 15 kilovatli latr o'rnatilgan. Bu aparatga 5 kilovat uzoq 7 kilovatli latr ham yetadi, lekin zapasi bilan 15 kilovat. Zapas hech qachon zarar qilmaydi, shu narsani hisobga olasizlar. Kuydirib qo'yadi deb o'ylamanglar. Zapas stabilizator hech qachon zarar qilmaydi. Xo'p, endi asosiy ma'lumotlarni aytaylik. Dinamiklarimizga kelsak, tepasida 750 driverda original o'rnatilgan, original 750 driver. Driver muxlislari like bosmasanglar bo'lmaydi. Bu yerda bo'lsa MNS Kappa Pro, MNS Kappa Pro haqiqiy original. MNSni ishlatib ko'rganlar bitta kommentariy yozib qoldiringlar. Juda kuchli dinamik. 4 ta adellashini ikkita MNS Kappa Pro qilib qo'yadi, ishonaveringlar. Nizamizga kelayotgan bo'lsa, MNS 18 dyumligi, ya'ni Kilomax deyiladi bu. Mana shu MNS brendiga tegishli original Kilomax dinamik. Mana shu dinamikni o'zi adashmasam $600-650 atrofida turadi. SD bilan biriga bir chiqishayotgan dinamik mana shu bo'ladi. SD dan zo'r ishlashi mumkin, lekin kam ishlamaydi. Yumshoq niza beradi. SD 800 qo'pol niza bersa, ya'ni kuchli niza bersa, buni nizasi yumshoq niza. Farqi shunda. Xo'p, bu yerda bo'lsa, ya'ni 750 monitorlarimiz uchun 750 driver o'rnatilgan, pastida ham MNS Kappa Pro. Ko'ryapsizlarmi? Haqiqiy zo'r dinamiklar o'rnatilgan, ya'ni pisharkalari bilan birgalikda. Mikrofonimizga keladigan bo'lsak, o'sha hammaga mashhur Shure brendiga tegishli ikkitali mana Shure 24D ko'ryapsizlar. Mana shu mikrofon hozirgi kunda barcha hofizlarimizga yoqyapti. Vokalga ishlatsangiz ham bo'ladi, shu raislarga ham ishlatsa bo'ladi. Juda ham zo'r mikrofon. Ikkitali. Yana qo'shimchasiga stablik mikrofonimiz bor ekan. Qaranglar. Buni ham bir ko'rsatay. Shu mikrofon yangi turib hali ishlatilmagan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra apparat sotilyapti. Bu yerda mana stablik mikrofonimiz bor. Bu mikrofonni ham muxlislari juda ham ko'p. Juda zo'r ishlaydi, visokilari ham juda ham ajoyib ishlaydi. Xo'p, mana batareyalargacha turibdi. Apparat haqiqatan ham did bilan terilgan. Qo'shimchasiga mana mikrofon stoykalar bor. Simli mikrofonlardan 5 tami, 6 tami bor deyaptilar. Hamma narsasi tayyor. Kabellari, o'sha tok kabellari, kolonka kabellar, signal kabellar hammasi tayyor va monitorlarimiz uchun ham yangi stoykalar bor ekan. Hali pachka turibdi mana. Mana bunga o'rab qo'yganman deyaptilar, hali ochmagan ekanlar. Yangi turibdi, ko'rib olasizlar. Xo'p, ko'p gapirib o'tirmaymiz. Apparatni obzorini ko'rdinglar, like bosib qo'ying, podpiska bosib qo'ying. Albatta siz uchun foydali videolarni qilib boramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, 3300 AQSh dollari. Albatta savdosini qilib kamiga olsanglar bo'ladi. Dinamiklarni hech qaysi o'ralmagan, radnoy holatda turibdi. Kelib, qo'shiq aytib, tekshirib olasiz. Apparatni sal uzoqroq oling-da, komplet. Hamma narsasi tayyor turibdi-da. Agar sizda sotiladigan mana shunaqa texnikalar, apparaturalar bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, biz borib reklama qilib berishimiz mumkin. Narxi 3300 AQSh dollari. Nechta pul narx berasiz? Albatta kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirasiz. Mana shunaqa apparatni noldan yangi qilib teraman desangiz, adashmasa $5000 ga yaqin pul ketadi. Bitta hisoblab ko'rishingiz mumkin. Yangi teraman desangiz $5000 ga yaqin pul ketadi. Lekin bu apparatning narxi 3300 AQSh dollari, savdosi bor. Albatta egasi bilan bog'lanish uchun pastda raqam qoldiramiz. Telefon qilinglar, kelinglar, ko'ringlar, savdosini qilinglar, baraka qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.